Hozir zachotni boshladik. Biz kaminaniki mana birinchi semestr polniy zachotlar imtihonlar o'tilgan. Tak, ikkinchi semestrdiki. İkinci semestrdiki ham o'sha bitta zachoti boshlandi, qo'yildi. 4 bahoga qo'yildi. Buni хорошо 4. Hozir ikkinchi zachotni kutyapmiz rus tilidan. Xudo xolisa deb. Azda mana shu o'roq 250 rubl turar ekan. 250 rubl yig'iladi. Nima qiladi? Koreysk o'roq. Mana o'tkirgina. O't ko'ryapsizlar? Motorli nimasi ishlamagan paytda mana shunaqa bitta o'roq bo'lsa, farzandlarni ham o'rgatasiz urishga. Ha? Shotki. Instazlar bugun rus tili zachotkasini avtomat oldik. Alhamdulillah. Kecha BJdan olgan edik. Ertaga informatikani olamiz. Bu videoni ko'rgan paytingizda o'sha 3 ta zachotka olgan bo'lsak, 4-inchisi yana hafta, keyin 3 ta imtihon qoladi, xolos. Shu bilan qarabsizki, 37 yoshli 1-kurs talaba 1-kursni tugatadi. Azizlar, o'qish uchun yosh muammo emas. Bu bir bahonadir. Qishloqdagi tengdoshim rukunidan azizlar. Derevnya bilan selo degan nomni farqini kim biladi? Farqini aytib o'tay. Buni internetdan qidirganlaringizda nima qilganda bilasizlar. Selo deganda o'sha ikkalasi ham bir xil qishloq bo'lishi mumkin. Lekin selo deb yoziladi, masalan, selo Falanchiyevka, selo Falanchiyevka deb. O'sha selo deganida seloda serkov bo'lgani uchun derevnyadan ko'ra selo degan nom beriladi. Qachon derevnyaga agar serkov quriladigan bo'lsa, uni selo deb almashtiradi. Derevnyada esa serkov bo'lmaydi va ko'pchilik derevnyalar kichkintoy yoki agar katta derevnya bo'lsa ham serkovsiz, malenniy domsiz bo'ladi. Mana shu farqni internetdan izlagan paytda ras serkov bo'lgan joyda maktab, FAP, magazin, медицинское учреждение, magazin, shunaqa instrukturalar bo'ladi. Bularga ham e'tibor beramiz azizlar. Qishloqdan keyin chiqib ketyapmiz. O'tlar juda ko'p. Bug'doylar arzon. Bug'doyning arzon va ko'tarilmayotganining sababi bilasizlar, hozir katta yong'in paytida ichki bozorda arzon.